Bugun siz bilan B2C, B2G, G2C va boshqa mana shunga o'xshagan terminlar haqida gaplashamiz. Aniq bilaman, siz B2C degan gapni eshitgansiz va B2B deganlarni ham bemalol eshitgan bo'lsangiz kerak. Keling, qolgan terminlarni ham sizga to'liq tushuntirib beraman. Birinchisi bu B2C. Bu nima degani? Business to client. Ya'ni agarda siz biznesmen o'zini mahsulotlarini yoki xizmatini, dasturini mijozga, ya'ni jismoniy shaxsga sotsa, o'sha narsa B2C bo'ladi. Endi biz B2B haqida gaplashamiz. B2B bu nima? B2B bu agarda bitta biznesmen boshqa biznesmenga o'z xizmatini, dasturini sotsa, unda bu B2B bo'ladi. Ya'ni business to business. Endi B2G nimaligini aytaman. B2G bu agarda biznesmen o'z xizmatlarini davlatga sotsa, bu B2G bo'ladi. Business to государство shunga o'xshagan mazmunda keladi. Bunda siz misol uchun любой bir biznesmen o'zini xizmatini davlatga bersa, bu B2G bo'ladi. Agarda G2C bo'lsa, bu уже davlat o'zini xizmatlarini mijozga, ya'ni fizik litsolarga, jismoniy shaxslarga sotsa, unda bu G2C bo'ladi. Bunga misol qilib MyGov, MyID va boshqa shunga o'xshagan davlat programmalarini yoki xizmatlarini aytsak bo'ladi. Yagona darcha va boshqalar. Yana bittasi bor, bu C2C. C2C bo'lsa, agarda bitta jismoniy shaxs o'zini mahsulotlarini yoki xizmatini boshqa bir jismoniy shaxsga sotsa, unda bu C2C bo'ladi. Bunga misol qilib OLX, Zoelon bir-biriga o'xshagan dasturlarni aytsak bo'ladi. U yerda ular o'z mahsulotlarini boshqa bir jismoniy shaxsga sotishadi. Bunga o'xshagan terminlar juda ham ko'p. Men sizga hozir eng asosiylarini aytib o'tdim. YouTube kanalimga obuna bo'ling va ko'proq ma'lumotlarni sizga sekin-sekin berib boraman.